Qishloq xo'jaligi maydonlaridagi qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda mahsulot yetishtirishni ko'paytirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, dala chetlari hamda aholi tomorqasi, xonadonlar va ko'p qavatli uylar oldi, mahallaning ichki ko'chalarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish tizimini takomillashtirish bo'yicha quyidagi yangi tartib joriy etiladi. Unga ko'ra, dala chetlaridan samarali foydalangan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ichki fitosanitariya sertifikati 1 yil davomida bepul beriladi. Dala chetlariga ekilgan in vitro usulida yaratilgan mevali payvandtakli ko'chatlarni sotib olish xarajatlarining 50% miqdorida. Biroq har bir mevali payvandtakli ko'chatga 25 ming so'mdan oshmagan holda agrosanoatni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasidan belgilangan tartibda subsidiya ajratiladi. Turkiston jadidlik harakatining asoschisi, atoqli adib va jamoat arbobi, noshir va pedagog Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 150 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2025-yilda Turkiston jadidlik harakatining asoschisi, atoqli adib va jamoat arbobi, noshir va pedagog Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 150 yilligi keng nishonlanadi. Mutafakkir adibning tanlangan asarlar to'plami, uning hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan ilmiy ommabop kitoblar nashrga tayyorlanadi va chop etiladi. Mahmudxo'ja Behbudiy haqida spektakllar sahnalashtiriladi hamda bugungi kunga qadar yaratilgan Mahmudxo'ja Behbudiy kinoseriali va Xalq yuragi badiiy publitsistik filmlarining ommaviy namoyishlari tashkil qilinadi. Hukumat qarori bilan davlat organlari va tashkilotlarining ochiqlikni ta'minlash sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan majburiyatlarga rioya etilishini masofadan monitoring qilish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizom quyidagilarni nazarda tutadi. Masofadan monitoring qilish asoslari, masofadan monitoring qilish tartibi va muddatlari, masofadan monitoring qilish natijalarini rasmiylashtirish va ko'rib chiqish, masofadan monitoring qilish yakuni bo'yicha aniqlangan holatlar yuzasidan ta'sir choralarini qo'llash, davlat organlari va tashkilotlarining ochiqlikni ta'minlash sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan majburiyatlarga rioya etilishi, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan masofadan monitoring qilinadi. Hukumat qarori bilan portlash xavfi bo'lgan muhitlarda ishlatiladigan asbob-uskunalar xavfsizligi to'g'risida texnik reglament tasdiqlandi. Unga ko'ra, texnik reglament inson hayoti va salomatligini, mol-mulki va atrof muhitni muhofaza qilish hamda iste'molchilarni chalg'itadigan xatti-harakatlarning oldini olish maqsadida portlash xavfi bo'lgan muhitda O'zbekiston hududida qo'llanilishi va bajarilishi majburiy bo'lgan yagona talablarni belgilaydi. Texnik reglament talablari portlash xavfi bo'lgan muhitlarda ishlatiladigan asbob-uskunalarning belgilangan ro'yxatiga nisbatan qo'llaniladi. Asbob-uskunalar portlash xavfi bo'yicha xavfsiz ishlash va foydalanish uchun zarur bo'lgan quyidagi talablarga javob berishi kerak. Hukumat qarori bilan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlardan oqilona foydalanish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizom qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlardan, shu jumladan yaylovlardan oqilona foydalanish tartibini belgilaydi. U quyidagilarni nazarda tutadi. Tuproq unumdorligini saqlash va oshirish, almashlab ekishni suvdan foydalanish manbalarini hisobga olgan holda tashkil etish orqali qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlardan oqilona foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash va oshirish, suvdan foydalanish manbalarini hisobga olgan holda yaylovlar almashinishini yo'lga qo'yish orqali yaylovlardan oqilona foydalanish, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlardan oqilona foydalanish holatini baholash va uning natijasi bo'yicha xulosani shakllantirish. Hukumat qarori bilan turistik klasterlarni tashkil etish va ularga turistik klaster maqomini berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Unga ko'ra, turistik klaster maqomi kompleks turistik xizmatlar hamda turistning va ekskursantning ehtiyojlarini qanoatlantirish uchun zarur bo'lgan boshqa qo'shimcha xizmatlar ko'rsatuvchi mustaqil tashkilotlar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar majmuiga beriladi. Turistik klasterlar belgilangan tartibda turistik klaster maqomi to'g'risidagi guvohnomani olgan paytdan boshlab tashkil etilgan hisoblanadi. Bunda ariza beruvchi elektron shaklda yoki pochta orqali belgilangan shakldagi ariza bilan vakolatli organga murojaat qiladi. Turistik klasterlarni tashkil etish va turistik klaster maqomini olish uchun tadbirkorlik subyektlari quyidagi talablarga javob berishi lozim. Turistik klaster faoliyati turoperator, mehmonxona, transport xizmatlarini ko'rsatish bilan to'liq qamrab olinganligi. Turistik klaster hududida sig'imi kamida 40 nafar mehmon uchun mo'ljallangan joylashtirish vositasining mavjudligi. Turistik klaster hududida mahalliy hunarmandchilik mahsulotlarini, esdalik sovg'alari sotish shoxobchalari, kamida bitta savdo nuqtasi mavjudligi.